İmam Buxoriy rahmetullah aleyhine Al-Adabul Mufrad namlıq kitabıdan 4-cü dərs ata-ananı qaxşitish. Abdurrahman ibn Abi Bakr odasidan hadis rivoyat qilib shundoq deydi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: "Agah bo'linglar, men sizlarga cho'ng gunohlarning cho'ngini deb beraymi?" deb 3 qatim dedi. Sahobalar shundoq ey Rasululloh degan vaqtda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ular Alloh shirik keltirish va ata-onani qaxshitish dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yo'linib o'tirgan bo'lib, Ravurs o'tadida andan agah bo'linglar, yolg'on so'zlash dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yolg'on so'zlash degan gapni qayta-qayta takrorlab berib, men hatto kashki Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam endi shukturib qolgan bo'lsa deb ketdim. Bu hadisdan elingan foydalar Allohga shirik keltirishning eng cho'ng gunoh ekanligi. Allohga shirik keltirishdan keyin ota-onani qaxshitishning eng cho'ng gunoh ekanligi va yolg'on so'zlash, yolg'on gap qilishning nayt cho'ng gunoh ekanligi. Chunki Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yolg'on so'zlash degan chaqda uni qayta-qayta takrorladi va ravurs o'tirib turib dedi. Abdul Malik ibn Umayrdan u Varratdan, ya'ni u Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhuning katibi edi. Rivoyat qilindiki, u mundaq degan: Muaviya radhiyallohu anhu Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhuga maktub yozdi. Sen Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan olgan hadislaringni menga yozib bergin. Shunda deydiki, Varrat deydiki, Mughira radhiyallohu anhu menga hadis aytib berdi, men o'z qo'lim bilan yozdim. Ya'ni Mughira shundaq deydiki, men Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini anglagan. Alloh taolo sizlarni ko'p so'rashdan va molni zoya qilib o'tishdan va mundaq deyilibdi, mundaq debdi degan mish-mish so'zlardan chekladi. Ko'p savol so'rash degan boshqalardan to'xtamay savol so'rash. Nima uchun chekladi degan vaqtida ba'zan insonlar bilmagan narsani kitob ko'rib yoki dars anglab bilib olishga o'rinliq qilib to'xtamay boshqalardan so'raydi. So'rab bilan bilib olsam deb izlanib beqishdan erindi. Yana bir xil tushunishgan bo'ldi. Ya'ni to'xtamay boshqalardan bir narsa so'rash. Men muhtoj bo'lib qolgandim deb boshqalardan to'xtamay so'rashni Alloh cheklaydi. Molni zoya qilib o'tish, ya'ni isrofxo'rlik qilish. Mish-mish paranglar degan bir yerdan anglagan gap bo'lsa uni taqitish. Munda bo'pti, munda deyilibdi, munda debdi deb. Imam Buxoriy rahmatulloh alayh ota-onani qaxshitish haqida hadis rivoyat qilib o'tib, nima uchun ota-onani qaxshitishga munosabati yo'q bo'lgan bu hadisni bu yerga akab qo'ydi deganda, Imam Buxoriy rahmatulloh alayning hadis yozish uslubining qatoridan kitob o'quvchilar texnik tafakkur qilib, nima uchun bu hadis bu yerga keldi, nima munosabati bor deb tafakkur qilib beqish uchun keltirgan. Bu hadisni Imam Buxoriy rahmatulloh alayh boshqa yo'llar bilan yani rivoyat qilgan bo'lib, bu hadisning bishi bor. Ya'ni u hadisning bishida Innalloha harrama alaykum salasa. Alloh taolo sizlarga 3 ishni harom qildi. Ya'ni onalarni qaxshitish, qizlarni tirik kumush va mang'alam bo'lsa bo'ladi, boshqalarga bermasa mella olsam deydigan mundaq shaxsiyatchilikdan Alloh taolo sizlarni to'sidi. Ya'ni u ishlarni sizlarga harom qildi deb bu hadisning bishi bor. Anandan keyin bu hadis shu hadisning davomi shu. Alloh hammamizni o'rganganlarimizga amal qildigan, ota-onamizga vafodor farzandlardan qilsin, ota-onamizning tinini salomat qilsin, ikki dunyoda baxtli qilsin. Subhanak Allohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu